Shunday yani yo to'rtta qo'ydi. Jizzax. To'rtta Exit mashinamiz. 2lik motor. Mana injektorlarni originaldan qo'ydik. Asbsa qo'yamiz endi. O'ziniki mana ahvoli. Buni birinchi sababi benzin tugagancha haydab injektor qizdirib qo'yadi. Ikkinchi sababi buni rasol benzindan ham bo'ladi. Uchinchi sababi mana bu qotib qoladi rezinlar. Agar injektorlar yaxshi ishlamasa, aslida buni qo'yganda smoska qilib qo'yish kerak. Mana shu smoska qilmasdan qo'ysam, mana plastmassa sinadi. O'zi mana plastmassa bo'ladi mana. Bular mana temir qo'yishgan. Foydasi bo'lmagan, mana idrab ketgan hammasi. Shuning uchun vнимательно bo'lib, yechganda smoska qilib qo'yinglar. Mana bu joylarni smoska qilmasa, mana plastmassa sinadi.